La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh aşhadu la ilahe illalloh aşhadu Muhammad abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum ahli musulmon, O'rta Osiyo musulmonlari, O'rta Osiyo xalqlari, o'zbek xalqi, o'zbek musulmonlari. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilaman deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hurmat qilib, u nima uchun kelgani, nima uchun urg'aymoq bilan qilganini, Qur'on Karim nima uchun kelganini, Qur'on Karimni $400 o'qib yangi bir Appreciate nima qilib emas, monopoliya qilib olayotgan narsa emas. U konstitutsiyani o'rniga qo'yiladigan narsa u. Butun yer o'ziga qo'yilishi kerak. Hozir men Dabbatul Arz haqqiga video qo'ygandim, yangi nimani Abror Kuntaning yangi nimalari deb, u mayli gapimga emas, o'sha sukunga ham juda ko'p o'zim ham chidolmayman bu narsaga. Eshitsim, ko'rsim kelmayapti, lekin Dabbatul Arz nimada chiqatqar haydiyalar sukunadi, sukunishi Hazrat Alidan kelgani bu 10 ta alomatga turibdi, 10 ta katta alomat, bu alomat degandan keyin qiyomat alomatlariga kiradi. Bu men aytmasam, sukunmasam bo'lmaydi. Bu qanday bo'ladi? Alloh taoloning gapi yolg'on bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapi yolg'on bo'ladi. Aytadilar, chiqadi, belgi qo'yadi degan, metga qo'yiladi degan, kilema bosadi degan, bo'lmasa tayog'i bilan teginadi degan. Tayog'i masalan Hazrat Alidan keyin qavlga aytganlarga odam bo'ladi degan. Eng to'g'ri qavl o'sha kishidan keyin qolgani aytgan, Makka ichidan ilon chiqadi degan, yo bir bala batarda hamma o'lmanga Solg'al alayhisalom tuyasini balasi tosh tarasa ketib kelgani skaskalar tiqilyapti. Unaqa haqiqatda men sizlarga aytib beraman. Joy kelgan ulamolar endi so'kormi, xohlagan ulamoyni xohlagan odamini Allohning xohishi bilan so'kaman, o'zim chiqarib so'kaman. O'zim ijod qilmayman. Bu hayot ijod qilingan million balki milliard yillar oldin ijod qilib qo'yilgan bu. Siyoh qurdi qalam ko'tarilgandi, ya'ni ko'tarildi degan oyat mana shu ma'noda. Menga sukunib o'tirishlaring befoyda. Alloh taolo bu Dabbatul Arz bitta insonligi, ya'ni aytib turman, Imom Mahdi bitta insonligi. Chunki Imom Mahdi Dabbatul Arz Iso alayhisalom ikkinchi kelishi bu hammasini qarshi dajjol turibdi. Bu sen aytgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, hatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yoshirgan Alloh taolo buni. Har bittalaringga ayb qo'yib chiqqan o'sha aybini menga bildiradi Alloh taolo. Men xohlagan paytimga ochib so'kishim, gapirishim uchun Alloh taolo menga oson qilib qo'ygan bilan. Chunki Alloh taolo menga hayotimga oson bo'lmagan, hamma o'ziga g'am bo'lgan, menga ham g'amim bor. Meni g'amim nimada? Dabbatul Arz g'ami Quyosh mahapdan chiqadi derlar. Bu g'arb mamlakatlar islomga keltirish bu o'yin emas. Uning uchun bitta ummat yig'ilib, bitta to'da bo'lib harakat qilishimiz kerak. Dabbatul Arz nima bir janovar, bir oyog'i bilan yezib berasam o'ladigan mosquroqa, moskal, kalgas mosquroqa kalungadi bir quroqaday narsa meni jonim. Tushunibsanlarmi? Yangi Imom Mahdi nima qiladi? Ummatni birlashtirib, 313 kishi birlashadimi, bayat oladimi, harakat qiladimi? U qabilasi unga hujum qilib, o'shandan mulja oladi deganmi? U hamma narsasini ma'no beradi. Yangi Baydoga yer yutadi deganini o'ldiraman deb borganlarni, o'sha voqealar o'sha joyga bo'lmaydi. U hamma narsasini ma'nosini menga beradi. Hamma narsani, yangi raqamlaring ham bir raqam masalan tikka tursa namozni boshiga to'g'rimi? Qada deydi. 2 raqami attoyatga o'tganing 3 raqami qayerga turibdi? 3 deyapti, osmonga uchish nimada bu? Yangi prezidentlar, podsholar taxtga o'tiradimi? O'sha 3 raqamga o'tirib, iskananga nimasiga o'tgandan keyin nima qiladi? Allohning zikrini qiladi. Qachon osmonga uchadi inson, prezident xalqini duo qilsa, Allohdan rizq nasibasini so'rab, halol islomiy harakat qilsa, Alloh taolo beraveradi inshaalloh. Bu har bir qarich yer masjiddir degani o'shanga to'g'ri keladi inshaalloh. Ko'p bo'la gapirishim menga foydasi yo'q. Sukuni o'zimga ham, nomimni raso qilib sanlarga ham butun oramizni sovutishni men ham xohlamayman, lekin bu o'nta katta alomatga kiradi. Buni nima birlashishlaring kerak. Men har bittasini aytishim kerakmi? Sodiq Samarqandiy yetasini ham o'tib ketmasin, Buxoroga o'xshab meni e'lon qilib qo'y. Mahmud Mo'min seni ham qaysi bittasi o'tib ketmasin, jura. Yangi Kamaz bosib ketdi tovuqda deganda bosib ketmasin, seni ham Abdulla Zafar seni ham bosib ketmasin. Abror Muxtor seni ham bosib ketmasin, Kamaz seni ham bosib ketmasin, Kamaz urib bir narsa urib ketdi, o'lib ketmasin. Meni e'lon qilib qo'yinglar. Muhammad bir nima deydimi? Jahongir Muhammad sana hammang Imom Mahdini bitta nimasisan, ko'rinishsan bunaqasi menga. U abgor bo'lib qolgan, o'zi gapirmasan, hojati g'iybat qilyapsan deyapti. Bir kunda alhamdulillah qo'yib olibdi. Musur uni bilmaysan. Shundoq oyog'imni tayoq qo'yib qo'yadi unaqa san shayxlaringni. Chunki Alloh taolo messiyasini e'lon qilish kerak. U Abror Kuntayni yonini olib yurgan hech narsa o'zgarmaydi. Nike yangi chet tillarni unaqa nimalarini brend deydimi? O'zbekistonni brend qilsan, Misr O'zbekistonni olib chiq dunyoga. Sen Nike payda o'sha Misrlar kiyimini reklama qilasan, Arabistonga borib, hamma hoji kiyim, hoji to'plarni kiyib, musulmonligini e'lon qilgansan, musulmonni yashirib Nike kiyimni olma, arablar bilan o'zing arabcha razbor qilmoqchiman. Suka, Misr billat.
ko'nchini sanga ergashganlar ham ko'nchini просто shu kalb qabilasiga o'xshataman sanlar birinchi udar bilan ikkita oyog'imni tay qo'yishim kerak musurlar sanlardan o'lja olishim kerak ana keyin inshaalloh bu ana ishimni davom ettiraman nima desang sanga 15 yoshdan 25 yoshgacha hammang manqurt bo'lib ketgansan chunki uni ketda ergashgansan islom mana shu deb o'tiribsanlar holbuki birlashish kerak imom mahdiga ana keyin jahannamga tortuvchi imomlar hammasi bo'ladi ko'mling ham hammasi jahannamga chorlaguvchi imomlar bilaring chunki imom mahdini qo'li bilan alloh taolo oliy qiladi boshqasini qo'li bilan emas mahmud mo'miniyni qo'li bilan emas abdulla zufariyni qo'li bilan emas hammasini teshig'i bor hammasini xatosi bor manga ham xato kamchilik bo'ladi inshaalloh lekin nima qilish kerak birlashish kerak alloh birlashishga buyuryaptimi xalifaga rasululloh sollallohu alayhi vasallam birlashishga buyuryaptimi ummati chiqqanga ergashinglar deganmi qorlardan sudralib tog'lardan sudralib desa ham vala qilib soatlab qo'yib o'tganing o'zingni nima yangi hangraverasanlar manga farqi yo'q eshakka o'xshab sakrab man уже oladiganimni olib bo'lganman yashaganimni yashab bo'lganman u bir yil nafsda turgan ayol уже 50 ga kirganman 50 olti balinka 60-70 o'lamiz ketamiz endi beradimi bermaydimi qizig'i yo'q mana xuddi Yusuf bilan Zulayxaga o'xshab Yusuf alayhissalom qarigan chog'i bo'lgan nima odamlar tafsir qiladigan bo'lsa qo'ydi yosharib qoladi u xudo biladi qanaqa yosharib qoladi u Qur'on Karim yozganki nima Ibrohim alayhissalom qari chog'iga bergan Zakariya alayhissalom ham qarigan chog'iga bergan bizga ham shunaqa insonlarga ko'rsatib qo'yadi qarigan chog'i farzand berib qaysi nimasiga bo'lishini ham bildirib qo'ydi burjlarga masalan birinchisi deylik odatiy burji bo'lsa qovg'a burji ikkinchisi nima burjiga nimaga sumbula burji deydi parizod burji deydi sentyabrga ana shunaqa bo'ladi u qancha bo'ladi nima bo'ladi yana Alloh bilgan chiroqni baliqlar farzand ko'p bo'ladi yani farzand so'raylar degan Alloh taolo rosa ummatni bir qilish mani bo'ynimga qo'yilgan u ko'p bo'la gapirsam mana yuklash ham qiyin gap ortiqcha men bilan shu kuni o'zlaringga olib o'tmaylar dobbatlar qarg'aydi degan qarg'ish kun tabisin degan ya'ni kun degan shu kunlar juda o'tib olingan tarixdan olingan o'sha yaxshi kunlar kelsin degan ya'ni mani qo'limdan keladigan nima o'sha yaxshi kunlar kelsin duo qilaman boshqa hech narsa qila olmayman mani qo'limga avtomat kalashnikov bo'lgan taqdirda ham hech narsa qila olmayman yangi qizil knopka bo'lsa ham hech narsa qilsam ham kelmaydi chunki bo'z o'zimni bo'ynimga gunoh olishni xohlamayman shuni o'zlarlar balki umrimni oxirigacha mana shunaqa yuraveraman telba teskari yana gapimni takrorlay imom mahdi gapirgan paytga o'ng qo'lini chap qo'lga uriladi tizzasiga urib gapiradi yoki chap qo'lini o'ng tizzasiga uradi degan ya'ni ma'nosiga g'udir qiladi dovdiraydi galdiraydi mana shunaqa degan manga farqi yo'q imom mahdi mana shunaqa bo'ladi yangi meni ismim xon u imom mahdini bitta soxtasini o'ylab qolsang o'sha alloh taolo o'xshashlarini qo'yib qo'yadi meni ismim xon degan kinoga sho'rixonni ham bilsanglar shuni dovdirab boradi nimadir ishlar qiladi o'sha ham chet ellarga borib qanaqadir xalqlarga yordam beradi suv toshqini boshqa qiladi o'sha ham azob tortadi balasi o'ladi mani hayotim ham shunaqa hech qanaqa farishta hayot yo'q farishta yo'q bo'lmagan gaplar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh